Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2025-yil 11-iyun sanasida xudo xolasa fantaziya shoftorlarimiz pishib yetildi. Xudo xolasa bugun terim jarayoni bo'lyapti. Meva olganiga bir ko'rib baho berdi. Rangni qarang, rangni o'ta tiniq holatda fantaziya shoftorlisi mana. Meva. Daraxt yoshi 4 yosh. Kalibri qanaqa bo'ladi deganlarga 80 dan 60 gacha bo'ladi kalibr. Kalibr jihatdan o'ta yirik shaftoli, tam jihatdan juda shirin shaftoli. Buni ekish tavsiya qilamiz. Daraxtimiz yosh 4 yosh. Bir 10 kilocha mevasi bor, xudo xolasa 10 kilo, 15 kilodan mevasi bor. Mevalari 35 ming, 40 ming sotilyapti. Xudo xolasa har bir tupida shunaqa mevalar, bir tupida emas, bog' pomidor ekilgan, o't bosyapti. Bu boshqa sortagi. Nima terli bo'lib turibdi. Mana olib keling. Mana fantastik. Sort mevasini qaranglar. Juda chiroyli-ku, maşalloh, ko'rmayman. Juda chiroyli. Shoxida meva, narigi tomonda ham meva bor, bu tomonda ham meva bor. Har bir tomonda, har bir shoxida, har bir tupida meva to'la bo'ladi. Buni ishonchli ko'chatlar bor. Nomerlar profilda ular murojaat qilaverasizlar. Eng sifatli ko'chatlar bizda, eng sifatli mevalar ham bizda, xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.